Bugun yangi O'zbekistonda inson qadri har narsadan ustun ekanligi imkoniyati cheklangan shaxslarga ko'rsatilayotgan katta e'tibor alohida g'amxo'rliklarda ham namoyon bo'lmoqda. Qo'shtepa tumanining Beshkapa mahallasida tug'ilib, garchi nogironligi bo'lsa-da, yaratib berilayotgan sharoitlardan unumli foydalanib, mislsiz mashaqqat va mehnat evaziga hayotda o'z yo'lini topa olgan Osiyo chempioni Odinaxon Hamdamova haqida ham ana shunday fikrlarni aytish mumkin. Hozir ko'radiganingiz Odinaxonning hayot yo'li chizgilariga bag'ishlanadi. 4 muchasi sog'larga ibrat bo'lguvchi matonatli qizning so'zlariga diqqat bilan quloq soling. Odinaxon qizimiz 91-yil tavallud topganlar. Bir oyligida kirib ko'rganman. Neyropatologlar, okulistlar, hamma mutaxassislar tomonidan chaqirtirib ko'rganmiz. Bolamizda tug'ma irsiy kasallik borligini aniqlaganmiz. Bolalar tug'ma falaj deyiladi, DTP fan tilida. Shu kasallik bilan shu qizimiz og'rib keladi shu kungacha. Besh yil yurgizishmadi haqiqatda ota-onalarini. Dedimga berib yubormoqchi ham bo'lishdi aslida, to'g'risi. Shu bolamizni sport orqali, badan tarbiya orqali, yaxshi parvarish orqali faqat sog'aydirish emas, sog'lomlashtirishimiz mumkin deb harakat qildik. Men bolaligimda bu holatim bilinmagan, chunki sog'lomlar bilan ko'p yurganman. O'rtoqlarim ham o'sha unaqa bo'lganda, mana shu mahallada ajratishmagandaman. Keyin shu meni maktabga olishmagan, imtihon bo'lar ekan bizga. Keyin o'sha imtihondan o'tolmaganman. Keyin o'sha mendan kichkinalar bilan, mendan kattalar bilan borib kelaverardim. Faqat darsga kirmasdim. 46-maktabda o'zimizda Beshkapada. Keyin nimaga olishmaydi, bular borib kelyapti-ku maktabga degan bo'lgan. Dadam mana oyim o'sha Farg'onada 86-internatga tashab kelgan. Maxsus maktabga borishga tayyorladik. Maxsus maktabga borib qatnadi. 7-sinfda ketgan bo'lsam, 9-sinfgacha o'qigan bo'lsam, keyin bilinmagan yoqqa borganimda. Bizda internat maktabda shunaqa bo'ladi, ota-onasi yo'qlar tashab ketadi, keyin qiynalgan insonlar tashab ketadi-da, ko'proq aql jihatdan yoki o'shalar tashab ketadi. O'shalar bilan qilganman. O'shalar tarbiya berishdi menga. Yashashni o'rgatishgan, menga odamlarga muomala qilishni o'rgatishgan, ko'chaga chiqarishdi, kim bilan nima qiladi, o'sha yomon, yaxshini ajratishib, o'sha xullas o'sha ustozlarimga rahmat deyman. Keyin o'zim o'sha EMSO degan o'qish bor edi Farg'onada, shaharida. O'shanga o'zim topshirganman, kirib ketganman. Nogironlar kollejida. Viloyatimizda paraolimpiyachilar komandasi tashkillanganini bildik. G'ayratjon ukamiz, Allohga shukr, rahmat shu bolaga, shu qishlog'imizda bo'lganligi uchun shu qizimizni paraolimpiyachilar komandasiga oldi. Odinaxon Hamdamovani men shu yoshligidan bilaman. Nogironlik holati juda ham og'ir holat edi. 2016-yilda shu Qo'shtepa tumanida para-yengil atletika bo'yicha o'quv yig'i mashg'ulotlari o'tkazganmiz. Shu vaqtda shu Odinaxon Hamdamovani taklif qilganman, shu o'quv yig'i mashg'ulotlarda ishtirok etgan, ko'rgan, shu bahona shug'ullanib musobaqalarga qatnashasan deb taklif berganman. Keyin buni sog'ligiga o'sha reabilitatsiya qilish maqsadida, uni sog'liging keyinchalik yaxshilanishi mumkin, shu orqali chempion bo'lasan deb shunaqangi bir takliflar berganman unga. Keyin o'zi ham shu mashg'ulot jarayonlarida ishtirok etib, sportchilarni mashg'ulotlar jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin unda shu para sport turlariga
qiziqishi oshgan. O'sha paytda men kollejni bitirganimda ancha uyda o'tirganman-da, qiyinchilik ko'rganmiz. Men yana qaytadan universitetga topshirganman, kira olmaganman. Qo'qon universitetiga o'shanda ham yurdim, keyin G'ayrat akani ko'rib qolganman. Mana shu kelgan o'zi uyimizga kelganda menga tavsiya qildi. Ular Olimpiya kollejdagilar izborga bizim maktabga kelishgan 46-maktabga. Shu 2016da. O'sha men shug'ullandim. Yahyo akam yaxshi inson edi. Keyin o'zi o'sha yoqqa bordi, Farg'ona Olimpiya kollejga. O'sha yerda 3 yilmi, 4 yilmi shug'ullandim yengil atletikada. 2016-yilda o'zida bu qizimizni shu Farg'ona Olimpiya zaxiralari kollejida parayengil atletika bo'yicha murabbiy biriktirib berdik. Yakubov Yahobek degan yigitimizni, trenerimizni. O'sha yerda o'sha professional darajada mashg'ulotlar o'tab, 1 yil deganda 2017-yilda Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahrida bo'lib o'tgan parayengil atletika bo'yicha shu xalqaro Grand Prix turnirida ishtirok etdi va sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdi. Nayza o'tardim. Keyin Dubayga olib ketishgan meni. O'sha 6 oy shug'ullanganman. Birinchi Dubayga chiqqanman. Bizga klass bo'lardi. O'sha klasslarga qo'shib yuborgan u. Yengil klass bilan meni klassim. Davlatimizga qarangki, shunlarga sharoit yaratib berdik. Shu qizimiz musobaqalarga qatnashib keldi. Ancha sovrinlar olib keldi. Haqiqatda bir o'shada borib kelgandan keyin men ham kirdim. Medallarni ko'rib, xuddi o'zim olganga o'xshadim-da bu medallar, to'g'risi. Shunday qilib bu qizimiz shu mashg'ulotlar jarayonini olib bordi. Keyinchalik bu qizimizning shu nogironlik holati juda og'ir bo'lganligi sababli shu klassifikatsiyada ozgina muammosi bo'ldi. Shu sababli bu qizimizni keyinchalik shu sportda davom ettirish uchun paravelosport turiga mashg'ulotlar olib borish uchun shu taklif qildik. Buni o'zi ham qiziqib qoldi. Shu Toshkent viloyatida shu Dilmurodjon degan trenerga shu shogirdlikka berdik. Shu mashg'ulotlar jarayonini olib bordi. 2019-yillari shu velosportga kirib, Dilmurod akaning qo'lida shug'ullanaman. Qiynalganman. Juda qiynaldim. O'zing yengil atletikaga qayt deyishdi. Ko'pchilik men yo'q dedim, qaytmayman dedim. Velosport yaxshi dedim. Qoldimdagi velosportda. Keyin bu yerda natija qilishni boshladik. Undan keyin Tojikistonga borib keldim. Bir dog'ganmiz, Osiyo o'yinlari bo'lgan o'shanda. Keyin bag'iga ketdi-da, keyin Tailand, qazo bo'lib. Qarang, hech kim o'ylamaydi shu odam velosiped minadi bo'ldi. Sportda orqasidan qarang, shu qizimiz velosiped minyapti, bemalol. Sport musobaqalariga qatnashyapti. O'zi boshqaryapti, hech kimga muhtoj emas shu qizimiz. Yo'lda haydaymiz, katta yo'llarda, mashina borgan joylarda, o'shalardan ko'proq qo'rqardim. Xudoga shukr, Dilmurod aka meni injiqligimga ham nima deydi, sabr, toqat qilib bir keting degan joyi yo'q. Hozirgacha ham qiynalaman-da, hozirgacha ham yo'llarda. Meni ish qiyin bo'laydi. Keyin bu sportdan bu sportga o'tganimda menda yengil atletikaning nimasi, tuyg'usi naqa bo'lib ketganda, ana ichimga kirib ketgan, ana yengil atletika yugurib olaverardim. U mumkin emas edi, bu mumkin emas edi. Men qo'shib ishlab olaverardim. Shuning uchun trenerim ham qiynalganda. Rosa meni shunchalik olib chiqish uchun. Keyin u narsani keyin tushunganman, velosport haqqoniy shunaqa ekan degan bo'lganman. Keyin tushundim. Odinaxon Hamdamova shu darajada irodasi mustahkamki, hatto shu sog'lom insonlarga ham bemalol motivatsiya bo'la oladi. Bu qizimiz mashg'ulotlar jarayonida xuddi bir olimpiya sportchilari singari
harakat qiladi va mashg'ulotlar jarayonida nogironlik holati juda ham og'ir bo'lishiga qaramasdan juda ham mustahkam iroda va matonat bilan mashg'ulotlarni olib boradi. Muvozanat saqlanmaydiganlar 3 oylik haydaydi. Men endi muvozanatim saqlanmayman. Bitta qo'lim ishlamagani uchun 3 oylik haydayman. Chunki bir tarafga og'vorlar. O'shalardan qiynalganman. Endi o'rganib ketganman hozir. Havolotlarda jicha tez kelib qo'ysangiz bir tarafga og'voradi. O'shani o'rganda rosa qiynalganman. Kurslarga paslikqa, tevalikqa chiqadiganlarda ham juda qiynalardik. Travma ham bo'lganman necha marta ham. Shug'ullanayotgan paytimda 6 oy, 7 oy bo'lganda qo'rg'am singan ikkitasi. Anaqa sanchilib qolgan. Stolda nimasi uchun unaqadir sanchilib qolgan, o'shandan singan. Travma bo'lgan. 1 yilda bitdi ham. Muvozanatim saqlanmagan. Keyin stolga borib solganman. Ana o'sha uchi chiqqan sanchilganda mana bu qizimizni holatini ko'rib to'g'risi juda ham qo'rqqanmiz. Bo'ldi bu. Biz o'zi asosiy maqsadimiz buni sog'lom qilish, sog'ligini tiklash, reabilitatsiya qilish bo'lgan, lekin mana bu jarohatida juda ham qo'rqqanmiz. Bu holati yana ham og'irlashib qolarmikin deb. Men to'g'risi bu qizimizga bo'ldi sport tashlab olsa kerak deb o'ylagan edim. Mana shu jarohatda. To'g'risi qo'rg'asini ichiga sanchilib qolganda juda ham bu oddiy sog'lom inson ham bunaqangi nima qila olmaydi-da, chidalmaydi bunaqangi og'riqqa. Shu jarohatlar vaqtlarda shilvrab qonlar oqib ketardi aqli qizimizni. Bu og'riqqa chidayotganiga men hayron qolardim-da. Bu bunaqangi qattiq og'riqlarga sabr qilayotganiga, chidayotganiga men qoyil qolardim bu qizimizga. Keyin shu mashg'ulotlar jarayonini yana davom ettirasanmi desam, u Odilxon tezroq tuzalsam, mashg'ulotlarga chiqsam degan bir fikrda yurgan ekan. Qarang, bunga biz bo'ldi sportga yig'ishtirasanmi yoki boshqa sportga o'tasanmi? Yo'q, men boshqa sportga o'tmayman. Men bu bo'yicha o'zimni oldimga qo'ygan niyatim bor. Olimpiada chempioni bo'laman degan o'ziga bir qat'iy nima qo'yganda, nima deydi? Majburiyat qo'ygan bu qizimiz. Men to'g'risi bu holatdan chiqib ketarmasa kerak deb o'ylagan edim, lekin hozir mana shunaqangi holatlardan ham matonat bilan yengib o'tib, mana o'zlaring ko'ryapsizlar, juda katta natijalarga erishyapti. Keyin oyog'im sindi, orada yiqildi, boshi bilan tushdim. O'zi Simonga boshim bilan tushgan. Ulardan ham chidadim, o'tib ketdim. Hamma narsa qilsam bo'ladi, ilojini topsa bo'ladi. Meni maqsadim, katta maqsadim uy olish edi. Chunki ko'p narsaga o'zim harakat qilib erishganim uchun birinchi avvalo insonga bizni paralimpiada imkoni cheklanganlarga uy kerak deb o'ylayman. Keyin uydan keyin o'sha qolgan ish bo'laveradi. Birinchi uyimiz sharoiti og'irroq o'shancha hisobiga, keyin ko'proq uy solardim. So'rardim. Alloh endi masalan o'sha nimaga berganda, endi sportga, shuni orqasidan uy olasanmi deganman. Odilxon Hamdamovani o'ziga bo'lgan ishonchi shu darajada yuqoriki, mashg'ulotlar jarayonida har qanday qiyinchiliklarni matonat bilan yengib o'tadi. Bu qizimizni shu
Toshkent viloyatida shu paravelosport bo'yicha tajribali murabbiy Dilmurodjon degan yigitimizga shu berganmiz. Shu trener bilan ishlagan holatda juda katta natijalarga erishdi. Mana misol uchun yaqinda bo'lib o'tgan shu Tailandda Osiyo chempionati musobaqasida 2 oltin medalni qo'lga kiritdi bu qizimiz. Undan tashqari boshqa xalqaro musobaqalarda ham juda ko'p yuqori natijalarni qo'lga kiritdi. Bu qizimizni ishonchi, o'zini oldiga qo'ygan maqsadi shu darajada yuqoriki, mashg'ulotlar jarayonini ko'rsangiz, xuddi olimpiya sportchilari singari harakat qiladi. Endi masalan, sog'lom insonda mashg'ulotlar jarayonida energiya sarflasa, bu parasportchilarimiz ham o'sha mashg'ulotlar jarayonida juda katta energiya sarflaydi, juda katta charchoq paydo bo'ladi. Eng nimasi nozik tomoni, bular shug'ullanish davomida juda katta og'riqlarda oddiy inson, sog'lom inson chiday olmaydigan darajadagi og'riqlarni bosib o'tadi. Hatto shu yotib qolgan kunlari ham bo'lgan bu qizimizni. Yiqilgisi ham, qattiq travma olgan taqdirda ham bu qizimiz mashg'ulotlarni davom ettirdi. To'g'risi, o'zini hayotini behuda o'tkazayotgan insonlarga bu qizimiz juda katta motivatsiya hisoblanadi. Tailandda yakkalik, ya'ni guruh poygasida qatnashdim. Birinchi musobaqa 7-kuni bo'ldi. 22 kilometr haydadik. 9-kuni keyin o'sha guruh poygada 32 kilometr haydadik. Ko'p davlatlardan kelishgan. Yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Bu qizimiz shu paravelosport turi bo'yicha shu Farg'ona viloyatida birinchilardan bo'lib shu mashg'ulotlar jarayonini olib borgan. Bu qizimizni hozirgi kundagi yutuqlariga qarab 100 ga yaqin sportchilar shu paravelosport turi bilan mashg'ulotlar o'tashyapti. Odinaxon Hamdamani xalqaro musobaqalarda, jahon chempionatlarida erishayotgan natijasini muhtaram prezidentimizni shu O'zbekistonda paralimpiya sportchilariga yaratib berilayotgan sharoitlarning natijasi deb o'ylayman. Mana shu berilayotgan e'tibor tufayli Odinaxon Hamdava singari xalqaro musobaqalarda, jahon chempionatlarida shu O'zbekistonimizni bayrog'ini yuqori darajalarga ko'taradigan sportchilar yetishib chiqyapti. Menga Farg'ona viloyati hokimimiz 30 million bergan. Menga velik olishimiz kerak edi musobaqaga chiqish uchun. Germaniyadan buyurtma qildik, velik oldik. Undan keyin musobaqalarga chiqishni boshladim. Xudoga shukr, natija qilib kelyapman. Avvalo prezidentimizga rahmat, shunchalik prezidentimiz yordami bilan sport rivojlanyapti. Bizga sharoitlar yaratib beryapti. Rahmat. Undan keyin ham Tailandda bo'lgan musobaqamizda 25 million berilgan. Rahmat. Bunisi nima aytishni kutmadim. Bundan o'zim xursand bo'lib ketdim. Kecha uy berdi hokimimiz. Farg'ona shahridan konalik, rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Duolar qilaman. Katta maqsadim uy olish edi. Xudo xolasa Olimpiadada ham o'rin olishlarga, keyingi musobaqalarimda ham o'rin olib kelib, ishonchlarini oqlayman hammalarini. Odinaxon Hamdamani oldida turgan xalqaro musobaqalar, jahon chempionatlari musobaqalari bor. Shu paravelosport turi bo'yicha. Shu musobaqalarda bu qizimiz yuqori natijani bajaradigan bo'lsa, shu 2028-yil bo'lib o'tadigan navbatdagi yozgi paralimpiya o'yinlariga to'g'ridan-to'g'ri litsenziyani qo'lga kiritadi.
xudo xohlasa bu qizimizga yozgi paralimpiya o'yinlarida ham shu yuqori o'rinlarni qo'lga kiritishga, shu vatanimizni bayrog'ini yuqori darajalarga ko'tarishiga qattiq ishonch bildiramiz. Agar shu sport shug'uli berishmaganda bu qizimiz nogironlik aravachasi yoki to'shakda bo'lib qolgan bo'lardi. Mana hozir Allohga shukr, shu qizimiz mana sport bilan shug'ullanib, sop odamdek harakatlari zo'r. Odinaxonni faxrlanaman. Boshim osmonga yetar har ko'rganimda shu qizimiz. Qayerga bo'lsa shu qizimizni maqta haqida aytib beraman, boshqa joylarga borsam ham. Sport meni ulkan maqsadlarimga yetishimga yordam berdi. Meni oldinda turgan maqsadim endi o'sha prezidentimizni ishonchini oqlab Olimpiadaga borish, oltin medal qo'lga kiritish, undan oldin jahon chempionat, jahon o'yinlarida birinchi o'rinni olish. Olimpiadaga litsenziya olib, hammani ishonchini qozonib, prezidentimiz yoniga xudo xolasa oltin medallar bilan qaytish nasib qilsin.